Nima uchun tabiatni asrash kerak? Yer bizning uyimiz, uni o'zimiz asrashimiz kerak iborasini qanday tushunasiz? Inson tabiatning bir qismidir. Tabiat insonga hayot uchun zarur bo'lgan hamma narsani, nafas olish uchun havo, ichish uchun suv, ovqatlanish uchun sabzavot, mevalar va boshqa oziq-ovqatlarni beradi. Hatto mebel, idish-tovoq va jihozlar ham inson tabiatda metal, yog'och, loy va boshqa zarur moddalarni olishi tufayli yaratiladi. Quyidagi rasmda keltirilgan qaysi mahsulotlar tabiatdan olinadi va qaysilari inson tomonidan yaratiladi? Rasmlarga qarang. Qaysi rasmlarda bolalar tabiatga zarar keltiryapti? Qaysilarida unga g'amxo'rlik qilyapti? Javobingizni tushuntirib bering. Tashladim qayta ishlash uchun. Endi sen ham tabiatga g'amxo'rlik qil.